Yangi qurilayotgan yoki ta'mirlanayotgan xonadoningizga yangi eshik va romlarni o'rnatmoqchi bo'lsangiz, hech ikkilanmasdan Al Aziz eshik va romlarni o'rnatishingizni tavsiya etamiz. Xonadonni fasaddan kelib chiqib, eshigimiz maxsus tayyorlangan bo'lib, karnizlari ham ko'ryapsiz o'ziga mos va asosiysi bu oilaning talabiga binoan mana bunaqa yoniga obshivkalarni ham o'rnatib berilgan. MDF mahsuloti albatta. Al Aziz eshik va romlari yangi obyektga o'rnatildi va albatta mana bu yerda ko'rayotganingizdek MDF ga qilingan eshigimizga suxoyga sepilgan krashni, ya'ni magnit zamovlar ham o'rnatilgan. Ko'ryapsizlar, ko'rinishiga gap bo'lishi mumkin emas. Romlarimiz ham o'ziga xos va albatta xonadonga yarashimli qilib o'rnatilgan. Muhimi esa bizda zina palaxonalari, do'linalari bundan tashqari mana bunday eshik va romlarni sifatli holatda sizning oilangizga, xonadoningizga taqdim etiladi. Al Aziz korxonasini zinalari, obshivkalari, eshik romlari va kuxenli naborlarini xonadonga, korxona tashkilotingizga yoki turli muassasaga o'rnatmoqchi bo'lsangiz, darhol quyidagi raqamga qo'ng'iroq amalga oshiring va biz siz bilan hamkorlik qilishga tayyormiz. Respublikamizning istalgan nuqtasiga yetkazib berish xizmati, o'rnatish xizmatlari amalga oshiriladi.